Equinox avtomobilini puliga sizlar uchun 7 kishilik bo'lgan, kraskalari top-toza bo'lgan Traverse avtomobilini sotuvga olib kelib qo'ydik. Juda ham zo'r variant. Bu videoni arzonroq narxda Traverse chiqib qolsa olaman deb yurgan akalarimizga bitta jo'natib qo'ysizlar. Juda ham zo'r variant xohlasa. Yili 2020-yil olib haydashingiz uchun tayyor holatda 100 000 kilometr yurgan, kraskalari ham top-toza ekan. Bemalol olib kelib ko'rib, ustidan olib kelib tekshirtirib olsangiz bo'ladi. Shu yarim atmosferli motor bilan jihozlangan, beskutchoy do'stlar, silikovый jo'nali, krugovoy tonirovkalar bor, salonlari yaxshi holatda, signallar elektronli. Mana probegi, kapitanskiy sidenada, orqalari ikkita panoramali luklar. Shu sekretning abagrev obduvlari bor, orqada kameralari ko'rsatadigan. Xohlasa olib haydashingiz uchun tayyor holatda Equinox puliga sizlar uchun Traverse avtomobili 7 kishilik, juda ham zo'r variant. Bemalol kelib ko'rib, kraskalari bilan probeglarini tekshirtirib olsangiz bo'ladi. Narxi $30,000. Pastda nomer qoldirib qo'yaman. Bemalol aloqaga chiqib, xohlasa baraka qo'rsanglar bo'ladi.